أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي المهيمنның мәнілері неме? Қандақ мәніге? Al-Muhayminның мәнілері, яғни Ар-Рақибу Шахид. Muhaymin nahayeti күзеткүчі. Həmmеге гуах болып тұғышы Allah Subhanahu wa Ta'ala деген кепті. Al-Muhayminның. Yani aldığımızda inşallah Rabbimizin iltifatını aldığımızda yani nurgun mənlə çıxadı. Al-Muhaymin Ar-Raqibu Şahid Allazi ya'lemu sirra ve akhfa. Yani şu kadar inçik gözetkücü ki, şu kadar katı kontrol kılgıcı ki bütün sır, yuşurun en inçik sırdan tatıp, en yuşurun nesini tatıp hemmini bilgüçü degen mənisi var. Al-Muhaymin Rabbimiz. Yani şundak Allah ki ya'lemu khainetel a'yun, közlerinin hainliğini hem bildi Allah Subhanahu Teala. Kalplerimizden en çunkur katlamlarında nimini oylab atqanlığımızı, nimini xiyal qilib atqanlığımızı, kalplerimizden en çunkur sırlarını, nimilerini keltirgenlikimizden tatip bilgüçü degen mənisi var. Al-Muhaymin. Aşının hemmini küzütüp durğucu, kontrol qilib turğucu degen mənisi var. Allah Subhanahu wa Ta'ala aşkarı buğan, yuşurun qağan, bilinmey, aşkarlanmay qağan, bizning aşkarlıqallarımız, yuşurğallarımız, uçuq körünüp durduğan nersler, körünmeydiğen nersler, her nersinin keyindeki arıq körünüşü, hemme nersini, bütün nersini acayip, inçik şekilde, acayip, mükemmel şekilde bilgüçü diyen mənisi var. El-Muhaymin. Xoş, əmdi Muhaymin ismi, muşundaq bilgüçü, aşundaq kontrol qılğıcı degenden keyin bu isim taqazzo qiladigan narsa nima desa, shuni bilgüçü kishida, shuni bilgüçü zatda mukammal qudratning bo'lishini taqazzo qiladi. Ha? Hargiz va hargiz butkul ishlarning inchki yushurun, oshkori yushurun, uchuq bo'lgan, uchuq bo'lmagan qalblarning eng chunqur qatlamligida butun narsani biladigan zatning qudratining ojiz bo'lib qolishi mumkin emas, xiyol qilinmaydi. Chuqum mükemmel kudret, butkul aşo har qandaq narsani bilgandan şu o'zi bilgan ma'lumotiga, o'zi bilgan bu ilmga asosan bütün koinotdagi barliq ishlarni shuningga asosan yurgizdi. Shuningga asosan tasarruf qildi. Ana shu narsalarni amalga oshirish, shu narsalarni ijro qildirishga mükemmel kudret, mükemmel kuch-quvvatga ega bo'lish kerak. Min lavazimil muhaymin. Muhaymin ismil Muhaymin, Allah'ın Muhaymin isminin taqazzalarından birisi bu. Butkul taqdir qilish, o'rinlashtirish, ashning har birisini, har bir mahluqotni o'ziga yarasha harakatlantirish, o'ziga yarasha ish qilish, mushuning hammasiga butunlay qudrati yetgan mukammal qudratga ega bo'lishi kerak. Mukammal qudratga ega bo'lishi kerak. Hammani bildik. İnsan o'zimizga özümüzden oylab bakaylik. İnsanın içinden nurgun insanlar baki, nurgun malumatlarını bildi. Ama o malumatı bilgen bilimiga göre, şu bilimini ro'yobga chiqargan, ishga oshirgan nurgun ishlarga har xil jihatda qo'li qisilib qilib, nurgun qudrati yetmaydi. Yoki kuch jihatim bo'lsin, yoki iqtisodiy kuch jihatim bo'lsin, nurg'unlagan bani insonning ichida o'zi nurgun bilimni bilsimi, uni amalga oshirib rasmiy bir plan nimasiga aylantirib bir ish qilishga kuchi yetmay, onu icra qilishga kuchi yetmay qoladi. Hayotimizda har kunlik turmushimizda bor narsa. Bir kimlarga qaraysizki, nihoyatda kuch-quvvat, uningda hamma narsa bor, ammo lekin bilim yo'q, ma'lumot yo'q, bilim yo'q uningga qiladigan, amalga oshiradigan. Ammo Muhaymin Rabbimiz bo'lsa-ku, ham bütün narsalarni bilib turadi, ham qudrat, mukammal qudrat bor. Har qanday narsani ishga oshirishga mukammal qudratga ega Allah Subhanahu Teala.
yana uning ustiga uchinchi bir sifat qo'shilgan al-muhayminga qo'shilgan narsa nima desa, Alloh subhanahu va taolaning muhaymanligi, bu qadar inchki kuzatishi, bu qadar inchki bilishi, bu qadar inchki hamma narsaning teshi ichi hamma narsani bilishi mazgillik bosqichlik emas. Bu ma'lum vaqtda davomlashib, ma'lum vaqtda to'xtab qoladigan sifat emas. Davomli 24 soat qiyomat qiyam butkul inson, butkul maxluqotlarni har sikinutiga shu kuzatishi, bilib turishi hech bir sikinut o'zlab qolmaydi. Davomlashadi. Demak, al-muhaymin Rabbimizningki bu isminingki tunji ma'nosi bu. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى